Bu sinovdan o'tgan qiz. Endi sizdan piyoz po'choqlarini tashlab olmaysiz. Bugun sizga mana shu oddiygina piyoz po'chog'idan ham foydali, ham mazali bo'lgan zo'r priprava qilishni o'rgataman. Priprava Turkiyada juda ham mashhur. Piyozni po'stlog'ini yaxshilab toza suvda yuvib olamiz va uni quritishga qo'yamiz. Xohlasanglar duxovkada quritvasangiz ham bo'ladi. Yuvilgan piyozdan ajralgan suvini gullaga bersanglar, ularga ham quvvat beradi. Yaxshilab qurigan piyozlarimizni blenderda maydalab olamiz. Mana hozir men buni blender qilib oldim. Mana sizlar ham blender qilsanglar bo'ladi, yoki buni yana ham maydalab kukun holiga keltirsanglar bo'ladi. Masalan, piyoz po'sti eng zo'r antioksidantlarga boy bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Buni xalqda choy qilib ham damlab ichiladi yoki buni ovqatga solganimizda ovqatga shunaqangi mazza ta'm beradi. Umuman achchiqligi bilinmaydi, faqat kamroq solish kerak bo'ladi. Piyoz po'stining qaysi ovqatga solinishini men batafsil opisaniyada yozib qoldiraman va yana qanaqa kasalliklarga davoligini ham yozib qoldiraman. Agar siz bunaqa piyoz po'stlog'ini ovqatga solishni xohlamasangiz, piyozni o'zini olib temir tig' ishlatmasdan qaynatishga qo'yamiz. Uni birinchi maydalab ezib qo'limiz bilan ezamizda, keyin uni qaynatishga 10 minut, 15 minut qaynatsa yetadi. Suvini ichamiz. Piyoz suvi ayniqsa ayollarga juda ham foydasi ko'p. Shenskiy kasalliklarga ham juda ham zo'r yordam beradi. Bu sinovdan o'tgan qizlar bemalol ishonib ishlatsanglar bo'ladi. Yaqinlarga ham jo'natib qo'yinglar.